Rossiyadagi hayotimizda ertalabdan qizlarimiz shunaqa sport bilan shug'ullangisi kelib, biri veligini quchoqlab chiqib ketdi, ikkinchisi roligini. Men esa 8 dan 15 minut o'tganda bismillah deb ishga chiqib oldim. Metroda 1 soat yurdim, avtobusda 15 minut. Shunaqa qilib zakazimga kirib oldim. Bugun ikkita zakazim. Bivshi er-xotinlarni uyini yig'ishtiraman. Oldin birga yashashardi, keyin bir kuni ajrashdik deganda rosa xafa bo'lgan edim. Nimaga ajrashasizlar, balkim yarasharsizlar deb eriga ham xotiniga ham gapirganman. Birovda ajrashganini eshitsam nimagadir rosa xafa bo'lib ketaman, kayfiyatim tushib ketadi. Birinchi paytlar o'sha ikkalasini ham uyiga borgim kelmay qolgan edi. Keyinchalik ko'nikdim. Bir xillar birovlarni oilasini bemalol buzib yuboradi. Qanaqa qilib uxlar ekan ular kechalari vijdoni qiynalmasdan. Gap bilan videoga qarasam, o'sha xotinimning uyiga kiryapman. Alisani yoqib, ruki verx qo'shiqlariga mazza qilib, qo'shiq aytib, konsertlar qo'yib, uylarda yig'ishtirdim mazza qilib. Odam uyda yig'ishtirganda har doim yaxshi kayfiyatda yig'ishtirish kerak ekan. Yaxshi energiya bilan shunda uy rosa kamiga toza bo'ladi. Kayfiyatingiz yo'q bo'lib, ish qilgingiz kelmay, ish qilsangiz, uyda umuman ochilmaydi qilgan ishingiz ko'rinmasdan. Kimnidir uyiga mehmonga borganingizda bir xillarda uyi shunaqa og'ir bo'ladi, yuragingiz siqilib tezroq ketgingiz keladi. Avot kimnidir uyiga borsangiz, energiyasi yaxshi, kayfiyati yaxshi odamning uyiga borsangiz-chi ketgingiz kelmaydi. Короче, gap bilan bu indamasdan chiqib ketyapman. Uy to'xta, ochkimni bir ko'rsatay dedim. Podpischiklarimga shappa ko'rsatib metroning ichiga tushib ketdim. Yoqqan bo'lsa like, podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'laman. Yoqmaganlar